Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz nihoyatda muhim. Shuning uchun diqqatingizni bir lahzaga jamlang. Siz pensiya olasizmi? Yaqinlaringiz pensiya oladimi? Farqi yo'q. Bu ma'lumot har birimiz uchun zarur. 1 maydan boshlab banklar orqali pensiya berish tartibida juda katta o'zgarishlar kutilmoqda va bu o'zgarishlar sizning pulingizni olish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu yangiliklardan xabardor bo'lmasangiz, jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq odamlar bilishi kerak. Aziz do'stlar, keling, avvalo muammoning ildiziga yetib boraylik. Oldinlari pensiya olish tartibi qanday edi va hozir nima o'zgaryapti? Avvalgi tizimda pensiyani olishning bir nechta variantlari mavjud edi. Ko'pchilik uchun eng odatiy usul bu pochta orqali, ya'ni pochta bo'limiga borib naqd pul ko'rinishida olish yoki pochta xodimi uyga keltirganida qabul qilib olish edi. Ayniqsa qishloq joylarda yashovchi keksa yoshli fuqarolarimiz uchun bu juda qulay va an'anaviy usul bo'lib kelgan. Shuningdek, ba'zi kishilar pensiyalarni bank kartalariga o'tkazishni afzal ko'rishar edi. Bunda pensiya miqdori har oyning belgilangan sanasida ularning bank kartasiga tushirilardi va ular istagan vaqtda bankomatdan yoki bank kassalaridan naqd pul yechib olishlari mumkin edi. Yoki to'g'ridan-to'g'ri bank kassalariga borib, shaxsiy guvohnoma asosida naqd pulda olish imkoniyati ham bor edi. Bu tizim ko'pchilikka tanish va ko'p yillar davomida amalda bo'lib keldi. Asosan, odamlarning o'z xohishiga ko'ra usul tanlashi mumkin edi. Bu esa qulaylikni ta'minlardi. Endi esa 1 maydan boshlab vaziyat sezilarli darajada o'zgaradi, ayniqsa pensiya olish usullarini tanlashda. Hukumatning yangi qarori yoki tegishli idoralarning farmoyishi bilan pensiya to'lovlarini tarqatish jarayoni yanada zamonaviylashtirish va markazlashtirish maqsadida asosiy e'tibor bank kartalari orqali to'lovlarni amalga oshirishga qaratilmoqda. Endi naqd pul ko'rinishida pochta bo'limlaridan yoki to'g'ridan-to'g'ri bank kassalaridan pensiya olish imkoniyatlari bosqichma-bosqich kamaytiriladi yoki ma'lum bir shartlar asosida cheklanadi. Boshqacha qilib aytganda, pensiya oluvchilarning mutlaq ko'pchiligi pensiya mablag'larini faqatgina bank kartalariga o'tkazish orqali olishlari shart qilib qo'yilmoqda. Bu degani endi pochta xodimining uyga pensiya pulini olib kelishini kutish yoki har oy pochta bo'limiga borib navbatda turish deyarli imkonsiz bo'ladi. Har bir pensiya oluvchi shaxsning o'ziga tegishli bank kartasi bo'lishi va pensiya mablag'lari aynan shu kartaga o'tkazilishi majburiy hisoblanadi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi mablag'larning shaffofligini oshirish, pensiya yetkazib berishdagi byurokratik jarayonlarni kamaytirish, navbatlarni qisqartirish va ayniqsa pul o'tkazmalari xavfsizligini ta'minlashdir. Ammo shu bilan birga bu o'zgarishlar, ayniqsa texnologiyalardan unchalik xabardor bo'lmagan, yoshi ulug' fuqarolarimiz uchun qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Kartani ishlatishni o'rganish, bankomatdan pul yechish, PIN kodini eslab qolish kabi masalalar ba'zilar uchun qiyin tuyulishi mumkin. Mana shu narsalarni batafsil tushuntirish uchun bu videoni tayyorladik. Keling, bu o'zgarishlar kimlarga ta'sir qilishini va kimlar tashvishlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda tashvishlanish kerak bo'lganlar, bu shu kungacha pensiyasini pochta orqali naqd pulda olib kelganlar. Agar siz har oy pochta bo'limiga borib yoki pochta xodimi uyga keltirganda pensiyangizni naqd pul ko'rinishida olgan bo'lsangiz, endi siz majburan bank kartasiga o'tishingizga to'g'ri keladi. Bu holatda siz yangi tartibga moslashishingiz, ya'ni bankka borib o'z nomingizga bank kartasi ochishingiz va pensiyangizni aynan shu kartaga tushirishni rasmiylashtirishingiz shart. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi 78 yoshli Nodira aya har oy yonidagi pochta bo'limiga borib pensiyasini naqd pulda olar edi. Uning farzandlari chet elda ishlagani sababli unga bank kartasi ishlatish qiyin tuyulardi. Endi Nodira aya may oyidan boshlab pensiyasini naqd ololmasligini bilganidan so'ng bankka borib karta ochishga majbur bo'ladi. Bu uning uchun dastlabki bosqichda biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin, chunki u hech qachon bankomatdan foydalanmagan. U bankka borib qanday karta ochishini, PIN kod nima ekanligini bilmasligi mumkin. Shunday holatlarda yaqinlarning yordami juda muhim. Ikkinchi toifa pensiyasini bank kartasiga olgan, ammo eski turdagi, masalan, faqatgina ma'lum bir do'konlarda ishlaydigan yoki onlayn xizmatlarga ulanmagan kartalardan foydalanuvchilar.
Ba'zi banklar va pensiya jamg'armasi shaffoflikni oshirish maqsadida standartlashtirilgan, barcha joyda ishlaydigan va zamonaviy xavfsizlik talablariga javob beradigan kartalarga o'tishni talab qilishi mumkin. Garchi bu ehtimol kamroq bo'lsa-da, sizning kartangizni tekshirib, pensiya jamg'armasi yoki bankingizga murojaat qilib, o'zgarishlar sizga ta'sir qilmasligiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Faraz qilaylik, 65 yoshli Murod aka allaqachon pensiyasini bank kartasiga olar edi. Bu karta faqatgina bank filialida naqd pul yechish yoki ba'zi bir savdo nuqtalarida to'lash uchun mo'ljallangan edi. Yangi qoidalar bo'yicha pensiya to'lovlari faqatgina Uschart yoki Humo tizimiga ulangan, kengroq funksiyalarga ega bo'lgan kartalarga o'tkazilishi talab qilinishi mumkin. Bu holda Murod aka bankiga borib, eski kartasini yangi turdagi kartaga almashtirishi kerak bo'ladi. Bu ham dastlabki qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki u yangi kartaning PIN kodini eslab qolishi, uni qanday ishlatishni o'rganishi kerak bo'ladi. Xo'sh, kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz allaqachon pensiyangizni zamonaviy Ustart yoki Humo kartasiga muntazam ravishda olib kelayotgan bo'lsangiz va bu karta hech qanday cheklovlarsiz turli xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish imkonini bersa, siz uchun hech qanday jiddiy o'zgarish bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Ya'ni sizning kartangiz allaqachon yangi talablarga mos keladi. Siz pensiyangizni avvalgidek o'z kartangizga olaverasiz. Masalan, 59 yoshli Dilfuza opa 3 yildan buyon pensiyasini Humo kartasiga oladi. U supermarketlarda xarid qilganda kartasi bilan to'laydi, ba'zida bankomatdan naqd pul yechadi. Uning kartasi barcha standartlarga javob beradi va u uchun hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Shuningdek, uning yaqinlari unga internet bankdan foydalanishni ham o'rgatishgan. Shuning uchun u pensiyasi kartasiga tushgan-tushmaganini o'zi tekshira oladi. Bu kabi holatlarda pensiya oluvchilar bemalol bo'lishlari mumkin. Biroq shunga qaramay, har ehtimolga qarshi pensiya jamg'armasiga yoki pensiya to'lanadigan bankka bir marotaba murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Mening pensiyam avvalgidek kartamga tushadimi? Hech qanday o'zgarish yo'qmi? deb so'rashingiz mumkin. Bu sizni ortiqcha tashvishlardan xalos qiladi. Keling, endi bu yangi tartibning ba'zi istisnolarini, kutilmagan jihatlarini va e'tibor berish kerak bo'lgan nozik nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi bir holatlar mavjud bo'lib, ular umumiy qoidalardan farq qilishi mumkin. Birinchidan, sog'ligi tufayli bankka o'zi borishga qodir bo'lmagan, yotoq holatida bo'lgan yoki og'ir-nogironligi bor pensiya oluvchilar. Bunday holatlarda albatta ularga yengilliklar berilishi ko'zda tutilgan bo'lishi kerak. Odatda pensiya jamg'armasi xodimlari bunday fuqarolarning uyiga borib, ularga bank kartasi ochish jarayonida yordam berishlari yoki ularning nomidan ishonchnoma asosida yaqinlari bank kartasini ochishlari mumkin. Ammo bu jarayonni rasmiylashtirish uchun tibbiy ma'lumotnoma va boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, 85 yoshli Gulnora momo o'zi mustaqil harakatlana olmaydi. Uning og'li pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va onasining sog'ligi haqida tibbiy ma'lumotnoma taqdim etishi kerak. Shundan so'ng bank xodimlari Gulnora momoning uyiga borib, mobil ofis xizmati orqali unga bank kartasi rasmiylashtirib berishlari mumkin. Yoki o'g'li notarius tasdiqlagan ishonchnoma bilan bankka borib, onasining nomiga karta ochishi mumkin. Bu kabi holatlarni oldindan bilib, kerakli hujjatlarni tayyorlash muhim. Aks holda pensiya olishda uzilishlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim nuqta ishonchnoma asosida pensiya oluvchilar. Agar siz shu kungacha kimdirning pensiyasini uning ishonchnomasi bilan olgan bo'lsangiz, endi bu jarayon ham bank kartasi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni ishonchnoma beruvchining nomiga bank kartasi ochilishi va pensiya shu kartaga tushishi kerak. Ishonchnoma oluvchi shaxs o'sha kartadan pul yechib olishi mumkin bo'ladi. Ammo bunda banklar qo'shimcha xavfsizlik choralari ko'rishi, masalan, ishonchnomaning amal qilish muddatini tekshirishi va faqat tasdiqlangan ishonchnomalar asosida kartadan pul yechishga ruxsat berishi mumkin. Bu jarayonlar ham avvalgidan farqli bo'lishi mumkin. Masalan, 70 yoshli Qodir boboning pensiyasini uning nevarasi Saida har oy olib berar edi, chunki bobo harakatlanishda qiynaladi. Endi Qodir boboga alohida bank kartasi ochiladi va Saida boboning notarial tasdiqlangan ishonchnomasi bilan bank kartasidagi pulni yechib olishi mumkin bo'ladi. Bu o'zgarishlar Saida uchun bankomatdan foydalanishni yoki bank kassasiga borishni talab qiladi.
Uchinchi nozik jihat texnologik savodxonlik. Keksa yoshdagi ba'zi pensiya oluvchilarimiz uchun bank kartasidan foydalanish, PIN kodini eslab qolish, bankomatdan pul yechish yoki terminallar orqali to'lovlarni amalga oshirish ancha qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu yerda yaqinlarning yordami nihoyatda muhim. Banklar ham, pensiya jamg'armasi ham bu kabi fuqarolar uchun maslahat markazlari tashkil etishi yoki maxsus yordam xizmatlari joriy etishi mumkin. Bunday holatlarda siz o'zingiz yoki yaqinlaringiz bilan birga bankka borib, bank xodimlaridan barcha savollaringizga javob olishingiz, kartani qanday ishlatishni amaliy o'rganishingiz tavsiya etiladi. Ba'zi banklarda hatto keksa yoshdagi mijozlar uchun maxsus instruktorlar yoki ko'ngilli yordamchilar xizmat qilishi mumkin. Bu imkoniyatlardan foydalanishdan uyalmang. 4-muhim e'tibor berish kerak bo'lgan jihat firibgarlik. Yangi tizimga o'tish davrida turli xil firibgarlar faollashishi mumkin. Ular o'zlarini bank yoki pensiya jamg'armasi xodimi qilib ko'rsatib, sizdan karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Hargiz hech kimga PIN kodingizni aytmang va kartangizni bermang. Bank xodimlari sizdan hech qachon PIN kod so'ramaydi. Agar sizga shubhali telefon qo'ng'iroqlari yoki xabarlar kelsa, darhol bankingizga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Axborot xavfsizligiga juda jiddiy yondashish kerak. Misol uchun, 75 yoshli Rahim boboga bank xodimi deb o'zini tanishtirgan noma'lum shaxs qo'ng'iroq qilib, sizning kartangizni yangi tizimga ulaymiz, PIN kod va karta raqamini ayting degan. Yaxshiyamki, Rahim boboning o'g'li bu haqda eshitgan va darhol bu firibgarlik ekanligini tushuntirgan. Shunday holatlardan ogoh bo'ling. 5-masala bank tanlash. Pensiya olish uchun siz istalgan bankni tanlashingiz mumkinmi yoki faqat ma'lum bir banklar bilan ishlanadimi? Odatda pensiya jamg'armasi bir nechta banklar bilan hamkorlik qiladi va siz o'zingizga qulay bo'lgan bankni tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Lekin bu borada aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olish zarur. Bankni tanlashda uning sizga yaqinligi, xizmat ko'rsatish sifati, bankomatlarning mavjudligi kabi omillarga e'tibor bering. Masalan, agar sizning uyingizga eng yaqin joyda Halk bankining filiali yoki bankomati joylashgan bo'lsa, siz pensiyangizni Halk banki kartasiga o'tkazishni so'rashingiz mumkin. Bu sizga vaqtingizni tejash va qulaylik yaratish imkonini beradi. Har bir bankning xizmat ko'rsatish shartlari va to'lovlari ham biroz farq qilishi mumkin. Shu sababli imkon qadar oldindan o'rganish tavsiya etiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar. Bu o'zgarishlar sizni ortiqcha tashvishga solmasligi uchun quyidagi qadamlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Birinchi qadam: pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Birinchi navbatda siz o'zingizga xizmat ko'rsatadigan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Bu joy sizga qaysi tartibda pensiya to'lovlarini olishni tanlash imkoniyati borligini aniqlashda yordam beradi. Garchi umumiy qoida bank kartasiga o'tishni nazarda tutsa-da, sizning shaxsiy holatingizga qarab ba'zi bir istisnolar mavjud bo'lishi mumkinligini faqat pensiya jamg'armasi xodimlari aniq aytib bera oladilar. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasportingiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat. Pensiya guvohnomangiz. Agar nogironligingiz bo'lsa, tegishli tibbiy ma'lumotnoma. U yerda sizga yangi tartib bo'yicha batafsil ma'lumot beriladi. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa, qaysi banklarga murojaat qilishingiz mumkinligi haqida yo'nalish ko'rsatiladi. Bu pensiya jamg'armasiga borish birinchi va eng asosiy qadamdir. Ikkinchi qadam: bank kartasi ochish. Agar sizda hali zamonaviy bank kartasi, ya'ni Ustart yoki Humo kartasi bo'lmasa, pensiya jamg'armasi tavsiya qilgan yoki sizga eng qulay bo'lgan bank filialiga murojaat qiling. Bankka borishda o'zingiz bilan quyidagi hujjatlarni olishni unutmang. Pasportingiz asli. Jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami, CHIR yoki IN raqamingiz. Pensiya guvohnomangiz. Bank xodimlari sizga pensiya olish uchun mo'ljallangan maxsus bank kartasini ochishda yordam berishadi. Odatda bu kartalarni ochish va ularga xizmat ko'rsatish pensiya oluvchilar uchun imtiyozli shartlarda yoki umuman bepul bo'ladi. Kartani olganingizdan so'ng bank xodimlaridan quyidagilarni so'rab o'rganing. Karta PIN kodini qanday terish va eslab qolish? Bankomatdan naqd pulni qanday yechib olish?
Bank hisobingizdagi mablag'ni qanday tekshirish? Sims xabarnoma, mobil ilova orqali. Agar karta yo'qolsa yoki o'g'irlansa nima qilish kerakligi? Barcha savollaringizga javob olishingizga ishonch hosil qiling va iloji bo'lsa, birinchi marta bankomatdan pul yechishni bank xodimi bilan birga amalda o'rganing. Bu sizga ishonch bag'ishlaydi. 3-qadam, pensiyangizni bank kartasiga o'tkazishni rasmiylashtirish. Bank kartasini olganingizdan so'ng, yana pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va pensiyangizni aynan shu yangi kartaga o'tkazish haqida ariza yozing. Sizning arizangiz asosida pensiya jamg'armasi keyingi oydan boshlab pensiya mablag'larini sizning bank kartangizga yuborishni ta'minlaydi. Arizani to'ldirishda karta raqamingizni, 16 xonali va bank rekvizitlarini, bank nomi, MUFO, hisob raqami to'g'ri yozishga e'tibor bering. Barcha ma'lumotlarni 2 marta tekshiring. Bu jarayon sizning pensiyangizni uzilishlarsiz va yangi tartibga muvofiq olishingizni ta'minlaydi. 4-qadam, xavfsizlik choralari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Hech qachon PIN kodingizni hech kimga aytmang. Kartangizni notanish shaxslarga bermang. Agar sizga telefon orqali yoki Sims orqali bank xodimiman deb o'zini tanishtirgan shaxslar PIN kod, karta raqami, pasport seriyasi va raqamini so'rasa, bu firibgarlik ekanligini biling va ularga hech qanday ma'lumot bermang. Agar shubhali holat yuzaga kelsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 5-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Agar sizning ota-onangiz, buvi yoki bobongiz, boshqa keksa qarindoshlaringiz bo'lsa va ular bu yangi tizimga moslashishda qiynalayotgan bo'lsa, ularga yordam bering. Ularni bankka olib boring, karta ochishga yordamlashing, bankomatdan foydalanishni o'rgating, PIN kodni eslab qolishga yordam bering. Ularga kartani qanday himoya qilish kerakligini tushuntiring. Bu juda muhim insoniy vazifa. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, 1 maydan boshlab pensiya olish tartibida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu o'zgarishlar tizimni yanada zamonaviylashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi fuqarolarimiz uchun dastlabki bosqichda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu videodagi ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirmang. Bugundan boshlab kerakli choralarni ko'rishni boshlang, chunki har bir kun muhim. Unutmang, bu ma'lumotlar sizning moliyaviy barqarorligingiz va qulayligingiz uchun juda muhimdir. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoam imkon qadar barcha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, hamda bu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing. Zero bu ma'lumot har bir pensiya oluvchiga yetib borishi shart. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.